Barchaga salom, sizlar bilan bugun Temurcraft. Bugungi videomizda biz mana o'zim o'ynaydigan Minecraftni qanday qilib yuklab olishni o'rgataman. Mana bunavi. Bu Minecraft o'sha eski versiya degan bo'ladi. Hozir kirib ko'rsataman sizlarga. Mana o'sha nima turibdilar. O'sha barcha skilllar ochiq bo'ladi bunda. Hozir buni men o'chirib tashlayman. Qancha o'ynayman. Hozir buni o'chirib tashlab qaytadan to'chishni o'rgataman. O'chirilib ketdi mana. O'chirib tashlandi. Biz endi YouTube'ga kirib olamiz. YouTube'ga kirasizlar. Keyin uni asosiy keyin Akbarov Minecraftga kirasizlar. Mana Akbarov Play shunga kirasizlar. Keyin mana bu joyga kirasizlar sizlar. Mana yaxshilab qarang. Team Ranking mana shu joyga kirasizlar. Shu joyga kirmaysiz, bosasizlar shu joyga. Keyin bu avtomatik Telegramga kiradi hozir. Telegram kanaliga. Mana Telegram kanaliga kirdi. Keyin sizlar tepaga ketaverasizlar. Keyin mana shunaqa narsalar chiqishi kerak. Mana rasmlar. Shunaqa rasmlar chiqadi. Mana shuni g'alati rasmi chiqadi. Shuni tepasida mana qaysi bir degan bitta joy bor. Bu video mana shu videoning tepasida bunaqa fayl bor. Shu faylga kirasizlar. Ochib oladi birinchilarda, keyin bekor qilish o'rnatishni bosasizlar. O'rnatilmoqda. Keyin batafsilga kirib o'rnatishni bosasizlar. Keyin o'kni bosasizlar, xohlasang ochishni bosasizlar. Keyin mana o'zi o'k bosasizlar. Endi kirsalang, yangi karta ochamiz. Yo'q, bo'lmayapti-ku deb xavotir olmaysizlar. Keyin buni mana shuni ustiga bosib turasizlar. Ilova haqidagi kirasizlar. Keyin ruxsatlarga kirasizlar. Keyin hujjatlar va fayllarga kirasizlar. Keyin ruxsat berishni bosasizlar. Shu bilan bo'ldi, endi o'ynasang bo'ladi. Mana endi bemalol mana o'ynayverasizlar. Mana o'sha men o'ynagan narsalar o'chib tashlab qaytadan to'tsangiz ham bu kartalaringiz tuyadi. Yaxshi. Qishloq bor. Qishloqda yonimga chiqibmi? Shu bilan sizlar bilan Temurcraft bo'ldi. Hammaga xayr.